Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad as-sadiqil wa'dil amin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Amma ba'd, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. O'tmishini unutgan ummatni buguni yo'q. O'zining fazilatini unutgan ummatni kelajagi yo'q. Agar tarixni, o'tmishni, moziyni eslashdan maqsadimiz faqatgina yig'ilab qo'yish, shu davrlarda shunaqa bo'lgan ekan, shular maqsad bo'lsa, bu maqsad to'g'ri emas. O'tmishimizni nur, adolat, xayriyatga to'lgan ekanligini ko'ramiz o'rganadigan bo'lsak. Dinimiz dushmanlari mana shu ummatni va uni tarixi orasiga qo'lidan kelganicha to'sib qo'yishga harakat qilishadi. Maqsadi nima? Maqsadi bu musulmonlar ularning o'tmishi qanday bo'lganligini unutsin. Tarixida musulmonlarning tarixida qanday bir ulug' insonlar bo'lganligini, qanday ulug' qahramonliklarni qilganliklarini unutsin, esdan chiqarsin. Maqsadlari musulmon ummati unga yo'lini ko'rsatib beradigan o'zining nurli o'tmishini unutsin, yo'qotsin. O'z yo'lini yoritish uchun kerak bo'lgan mash'alni ulug' kishilarning hayotini o'rganib topmasin. Toki ota-bobolarini qilgan ishlarini o'qib o'rganib, ulug' ishlarga ilhomlanmasin. Har bir ummat o'zining tarixi bilan faxrlanadi. O'zining ulug' insonlari bilan faxrlanadi. Endi nimaga ummati Muhammad faxrlanmasin o'zining tarixi bilan, ulug' insonlari bilan? Axir bu ummatni kim maqtadi? Alloh azza va jalla maqtadimi? Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Insonlar uchun chiqarilgan ummatda eng yaxshisi sizlar bo'ldinglar. Kim maqtayapti bizni? Biz nimamiz bilan afzal bo'ldik ulardan, boshqa ummatlardan? Millatimiz bilanmi? Rangimiz bilanmi? Yo'q. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ergashganligimiz bilan. Rasulullohga tushirgan risolatni tasdiqlaganligimiz bilan va bu ummat shu risolatni insoniyatga olib chiqqanligi bilan aziz mukarram bo'ldi. Alloh maqtayapti biz ummatni, nimaga maqtanmaylik, nimaga faxrlanmaylik? Faqat bitta savol, agar o'sha o'tgan ota-bobolarimiz, sahobalar bizni hozirgi ahvolimizni ko'rsa, shular bizni zurriyotimiz deb tan olarmidi ekan? Shu savoldan berib ko'raylik-da. Kimsizlar sizlar? Sizlar musulmonmisizlar? Desa kerak edi hozirgi ahvolimizni ko'rib turib. To'g'ri. Boshqa ummatlar o'zini tarixini maqtanib, o'zini tarixidagi ulug' insonlarda aytib faxrlangan paytda aytamizki, to'g'ri, sahroda o'sib qolgan bir dona gulni topib tanlash oson, boshqa gul yo'q-da. Boqqa kirdingiz, hech qanday gul, bitta gul o'sib qolibdi. Buni olib gapirish osonda. Osmonda bitta yulduz ko'rinib turibdi, uni maqtash osonda. Endi birodarlar, bizning tariximiz bilasizlar nimaga o'xshaydi? Gulni turli navlari bilan to'lib toshgan boqqa o'xshaydiki, qaysi birini tanlashni bilmaysiz. Bizning tariximiz osmonga to'lgan yulduzlarga o'xshaydiki, har bitta sahoba bittadan yulduz. Qaysi birini maqtashni, qaysi birini tanlashni bilmaysiz. Boshqa ummatlar o'zini tarixida o'tgan odamlarni bitta qilgan fazilatli ishiga to'rtta yolg'onni qo'shib bo'rtirib gapirgan. Bizni o'tgan solih insonlarimizning hayotini qarang. O'qib turib, nahotki shunday bo'lgan, biz musulmon bo'lib turib aqlimiz olmayapti. Endi g'ayri dinlar qayoqdan bu narsani aqllari olsin? Birodarlar, biz tariximizni o'rganishimiz kerak. Toki kelajagimiz yo'lini belgilab olaylik. Endi avvalgilarda maqtaganlarni qaraydigan bo'lsangiz, o'zini davrida maqtalgan. Lenin maqtaldi, Stalin maqtaldi, boshqasi Hitler maqtaldi, hammasi maqtaldi. Bir 50 yil, 60 yil yo'qib ketaverdi hammasi. To'g'rimi? Sahobalar o'tganiga qancha bo'ldi? 1000 yildan o'tdi. Ismi aytilsa hali ham roziyallohu anhum ajma'in deb aytyapmiz. Maza qilyapmiz atlarni, qissalarni eshitib. Nimaga bular shunday bir zikri qoldi? Qiyomatgacha zikr qilinadi bular. Chunki bularda hayotdagi maqsadi Allohning roziligi edi. Uyni sovatsam, 4 ta mashina olib arenda berib qo'ysam, o'g'lim uylab qizimni chiqarsam, bu maqsadda yashamagan ular. Chunki bu narsalar hozir biz aytayotgan uy, mashina, to'y 4 kun degan. Bu melish bu. Peshinangizga Alloh yozib qo'ygan narsa. Oliy maqsad Allohni rozi qilishda niyat qilsangiz ham bo'laveradi, bu peshinangizda yozilgan. Agar shuni maqsad qilib boshingizga kiyib olsangiz ham bo'laveradi. Ishonaveringlar. Agar shu gapim to'g'ri bo'lmasa, nima kattalardan so'ranglar. Kim aytgani bo'lar ekan hoji akalar? Allohdan aytgani bo'lar ekan.
Bugungi darsimiz birodarlar Abdurrahmon ibn Avf roziyallohu anhu haqida bo'ladi. Bu darsga kirishlikdan oldin ozgina bir muqaddima qilishimiz kerak bo'ladi. Muqaddimamiz shuki, sahobalarning orasida odamlar uchun kerak bo'ladigan har qanday ibrat namuna bor. Boymisiz? Sizga yarasha ibrat bor. Kambag'almisiz? Sizga yarasha ibrat bor. Jismoniy quvvatingiz ko'pmi? Bunaqasi ham bor. Zaifmisiz? Abdulloh ibn Mas'ud bor. Bizga tashqaridan qahramonni keragi yo'q. Mana shu ulushni Alloh azza va jalla har bir zamonga va har bir makonga yaratib qo'ygan. Shuning uchun bilishimiz kerak bo'lgan narsa shuki, qaysi bir inson Allohni tanisa, Allohni sevg'osi, Allohning bo'yog'i bilan bo'yalsa, oliy martabalarga albatta ko'tariladi. Endi bizga qada, biz pulimiz yo'q, unga yeta olmaymiz. Bizning zehnimiz unaqa emas, biz unaqa olim bo'lib, unaqa emas. Alloh taolo kimga nima bergan bo'lsa, shu narsa bilan yuksaladi inson. Musulmon odam Allohni tanisa, Allohning bo'yog'i bilan bo'yalgan bo'lsa, agar boy bo'lsa, boyligiga qul bo'lib qolmaydi. Mana Abdurrahmon ibn Avfning hayotini o'qib turib ko'ramiz. Boyligi qo'lida bo'lgan ekan ularning. Agar faqir bo'lsa mo'min, faqirligi uni yengib qo'ymaydi. Sog'lom bo'lsa, sog'ligini Allohning yo'lida xizmatga sarflayotganini ko'rasiz. Agar kasal bo'lgan bo'lsa, musulmon Allohni taniganligi uchun qanoat qiladi, ajr oladi. Agar qavmni hurmatli kishilardan bo'lsa, bu hurmatini din yo'lida sarflaydi. Agar dunyodagi martabasi ulug' bo'lmasa, dunyodan o'zini behojat bilib, qalbini Allohga bog'laydi, qanoat roziligi bilan yashaydi. Aytmoqchi bo'lganimiz, kimsiz? Jamiyatda tutgan mavqeingiz qanday? Boymisiz, kambag'almisiz, kuchlimisiz, kuchsizmisiz farqi yo'q. Muhimi Allohning roziligiga intiling. Allohning dargohida sizning manzilatingiz ulug' bo'laradi. Shunda shuncha bor ekan. Iymon bilan boylik bitta qalbda joylasha olmaydi. Iymon bilan boylik bir bo'la olmaydi. Bu ikkalasi bir-biriga qarama-qarshi narsa. Shunaqa fikr bor ekan. Kim aytdi buni to'g'ri deb? Yer yuzidagi eng boy odam bo'lishingiz mumkin. Bu narsa sizni Alloh rozi bo'lgan banda bo'lishdan to'sib qola olmaydi. Eng kuchli odam bo'lishingiz mumkin. Allohga qulchilik qilishdan man qila olmaydi. Zulqarnaynning qissasini Alloh bizga nima keltirdi Qur'onda? Yer yuzida misli bo'lmagan podshohlardan bo'lgan, lekin solih mo'min bo'lgan u kishi. Demak, muhimi Allohni taniylik, Allohga bo'lgan muhabbat bo'lsin, uni roziligiga intilishlik bo'lsin. Mana Abdurrahmon ibn Avf roziyallohu anhu kishini iymoni boyligidan ustun bo'lganda qanday bo'ladi? Abdurrahmon ibn Avfning hayotini o'qiymiz, ko'ramiz. Biz odatda buni teskarisini ko'ramiz, a? Iymonidan ko'ra puli baland turganda qanday bo'lishini hayotda har kuni ko'ramiz. Aka-ukalar urushyapti, 5-6 so'm pul deb. 50 yil, 60 yil do'st bo'lganlar pulni bo'lishga kelganda bir-biriga dushman bo'lib ketyapti. Biz teskarisini ko'ramiz hayotda. Boylik mo'minning qalbida emas, qo'lida bo'lganda qanday bo'ladi? Mana shu narsaga bir guvoh bo'lamiz. Bu sahobani hayot haqida deyarli hammamiz ma'lumotimiz bor, xabarimiz bor. Bu darsda o'qishdan maqsad yana bir marta o'sha ma'lumotlarni yangilab qo'yish emas, balki ana shu ma'lumotlarni tahlil qilish, o'zimizga xulosalarni chiqarib olishlik. Abdurrahmon ibn Avf roziyallohu anhu. U kishi kim edi? Islomga birinchi bo'lib kirgan 8 ta musulmonning bittasi. Tirikligida jannati ekanligini Rasulullohdan eshitgan 10 kishining bittasi. Umar ibn Hattobning vafotidan keyin ahli shura bo'lgan 6 ta odamning bittasi. Abdurrahmon ibn Avf Rasululloh tirik turgan paytda Madinada fatvo beradigan kishilardan bittasi edi. Abdurrahmon ibn Avf Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga imom bo'lishi sharafi yetishgan sahoba. Abdurrahmon ibn Avf namozda imom bo'lib turganida Rasululloh orqasidan kelib iqtido qilganlar. Bu sharaf birodarlar Alloh yaxshi ko'rgan bandasiga yana beradi. U kishining johiliyatdagi ismi Abdushams, Abdul Amr, Abdul Ka'ba edi. Musulmon bo'lganida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam u kishining ismlarini Abdurrahman deb qo'ydilar. Shunday qilib u kishi Abdurrahmon ibn Avf ismi bilan mashhur bo'ldi. Ism almashtirish bo'yicha ba'zi ukalar so'rab kelib qoladi. Men atam falondaqa Abdurrahmonga o'zgartirmoqchiman. Nima qilish kerak deydi. Bizning xalq sirasi nima deydi? Nima qilasan deydi? Haqlab bo'lyapti. Birov deyapti qo'y deyapti, birov osh deyapti, birov bu narsa yo'q. Ismingiz
yoqmaydi o'zingizga. Islomga hech qanday aloqasi yo'q, hech qanday ma'nosi yo'q. O'zgartirmoqchimisiz? Bugundan boshlab men Abdurrahmonman. Bo'ldi, men Abdurrahmon deylar. U kishining nasl nasablari to'liq ismi Abdurrahmon ibn Avf. U ibn Avf, ibn Abdul Xoris, ibn Zuhra, ibn Kilob, ibn Murra, ibn Ka'b, ibn Lu'ay, ibn G'olib al-Qurashi az-Zuhri. Kunyasi Abu Muhammad 30 yoshga kirganida islomga kelgan. Abdurrahmon ibn Avf roziyallohu anhu Abu Bakr iymon keltirganidan keyin 2 kun o'tib iymon keltirdi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu ning qo'lida hali Rasululloh Arqomning hovlisiga kirmasdan turib. Bu kishi ham islomni avvalda qabul qilgan sahobalar chekkan hamma mashaqqatlarni boshidan o'tkazdi. Boshqa musulmonlar qatori Habasistonga hijrat qildi. Rasulullohga va musulmonlarga Madinaga hijrat qilishga izn berilganida u kishi ham hijrat qildi. Madina-i Munawvara Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning vafotlaridan keyingi davr Madina ko'chalarida shovqin-suron, g'ala-g'ovur ko'tarilib ketdi. Oysha onamiz roziyallohu anha sababini so'radi. Aytishdi, bu Shomdan kelgan Abdurrahmon ibn Avfning karvonining shovqini 700 ta tuya. 700 ta tuya bitta o'ziniki, ustidagi mollari bilan bitta odamniki. Oysha onamiz Abdurrahmon ibn Avfning karvoni ekanligini eshitib, boshini qimlatib qo'yib turib aytdilarki, men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning Ra'aytu Abdurrahmon ibn Avf yadkhulul jannata habwan deganini eshitganman. Men Rasulullohni Abdurrahmon ibn Avf jannatga emaklab kiradi deganini eshitganman dedilar. Tirikligida jannatligini eshitdi xabarini. 8 ta islomga kirgan birinchi 8 odam bittasi-yu. Mana shuncha bir ihson, xayr ihsonlarni qilgan kishi o'malab kiradimi jannatga? Ha, o'malab kiradi. Abdurrahmon ibn Avfga bu xabarni olib kelishdi. Shoshganicha Oysha onamiz roziyallohu anhuga oldiga kelib, "Ey ona" dedi, "Shunday gapni eshitganmisiz?" dedi. Qarang. Xabarni olib kelish ikki xil bo'lar ekan. Nasihat ma'nosida, chaqimchilik ma'nosida. Jannatga emalab kirasiz ekan degan so'zni nasihat ma'nosida olib kelishdi. Ya'ni bir odam bir ishxonada ishlaydi, bir xo'jayinda yoki bir odamning qo'lida ishlaydi, xiyonat qilyapti. Xiyonat qilyapti. Birodar, mana shu xiyonatingizni qo'ying. Agar qo'ymasangiz men xo'jayinga borib aytaman, xo'jayin sizni ma'lumot qilsa, biling men yetkazdim uni. Bu nasihat bu. Endi indamasdan borib aytib qo'yish nima? Chaqimchilik bu. Abdurrahmon ibn Avf roziyallohu anhu Oysha onamiz oldiga kelib, boyaga xabarni so'radi. Ha, eshitganman Rasulullohni jannatga o'malab kirishligingiz haqida aytganlar. Payg'ambarimiz jannatga kirishini aniq deb aytgan 10 ta odamlar aniq jannatga kiradi. Qolganlarni jannatga kirishi umid qilinadi. Juda katta farqi bor bu 10 ta sahobani boshqa sahobalardan va boshqa musulmon ummatidan. Abdurrahmon ibn Avf nima qildi? Hali bu tuyalar hammasi to'xtab ulgurmay, ustidagi yuklari tushib ulgurmasdan hammasini Allohning yo'lida infoq dedi. So'ngra aytdiki, "Vallohi la adkhulannaha khababan laysa habwan." Ihson qilib qo'yib turib aytdiki, "Allohga qasam, jannatga o'malab kirmayman, yugurib kiraman" dedi. Payg'ambarimiz o'malab kiradi dedilar. Abdurrahmon ibn Avf yugurib kiraman deyapti. Bu sahobaning gapini bir qarasangiz tashqarisidan payg'ambarimiz so'ziga qarshi gapirayotganga o'xshayaptimi? Buni qanaqa qilib tushunamiz? Payg'ambarimizning aytgan bu hadisi hukm emas edi. Tushunarlimi? Bu xabar edi. Ertaga yomg'ir yog'adi degani bu xabar. Ertaga yomg'ir yog'sin degani emas bu. Agar hukm bo'lsa, Abdurrahmon nima qilsa qilmasa o'malab kiradi. Agar xabar bo'lsa, Abdurrahmon buni o'zgartirishi mumkin. Bu sahobaning gapini Rasulullohning gapiga qarshi gapirganligini zohiridan qarasak, qanday tushunamiz? Bu mushkullarni qanday hal qilamiz? Mushkula quyidagicha hal bo'ladi. Bir kuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hali tirik paytlarida Ibn Avfga shunday degandilar: "Ya Ibn Avf, innaka minal aghniya." Ey Ibn Avf, siz boy badavlat kishilardansiz. Boy badavlat akalar eshitib turinglar. "Va innaka satadkhulul jannata habwan." Albatta siz jannatga emaklab kirasiz. "Fa aqridillaha yutliqu laka qadamayka." Bas Allohga qarz bering. Ya'ni Allohning yo'lida infoq ihson qiling,
Alloh ikkala oyog'ingizni bo'shatib qo'yadi. Ya'ni infoq ihson qilmasangiz, kirasiz, o'malab kirasiz. Agar infoq ihson qilib Allohga qarzi hasana bersangiz, Alloh oyog'ingizni yechib qo'yadi, jannatga yugurib kirib ketasiz. Mana shu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bergan, aytgan so'zni mahkam ushladi. Rasulullohning bergan yechimini mahkam tutdi. Endi bu birodarlar Abdurrahmon ibn Avfni payg'ambarimiz noumid qilmaganligi. Qo'lida davlati bor akalarga ham xuddi shu narsani aytamiz. Siz ham jannatga kirasiz, chunki kalima keltirgansiz. Yonboshdagi kambag'al qo'shningiz ham jannatga kiradi, u ham iymon keltirgan. Lekin siz orqa-orqada qolasiz agar infoq ihson qilmasangiz. Samolyotdan tushasiz, sayohatdan kelayotib, hech qanday chamodoningiz bo'lmasa shunday kelasizda, bagajingizni ham kutmaysiz, pechat urib kirib ketaverasiz yurtingizga. Endi ko'proq sovg'a salom olgan bo'lsangiz, ko'proq chamodoningiz bo'lsa nima qilasiz? Kutasiz, chiqmay qoladi, siqilasiz, istaysiz, yugurasiz, keyin bar orqada chiqasizda. Shuning uchun qo'lida davlati bor akalar, Alloh taolo bularni bermay sinayotgan bo'lsa boshqalarda, sizga berib sinadi. Siz ham jannatga kirasiz. U ham lekin infoq qiling, ertaroq kirib ketasiz. Odatda boy badavlat kishilar mollari ularni mashg'ul qilib qo'yadi. Chunki doim tadbirni qilib turish kerak. Qiyin u katta pulni ushashlik. To'g'rimi? 1 so'm chiqib kelsa nima bo'ladi, 1 so'm tushib kelsa nima bo'ladi? Kursni qaraysiz u doim, bugun nech pul oldi ekan. Masalan, pul yo'qlarga ahamiyati yo'q. Nech pul dollar deysiz. Kerak bo'lsa, puli ko'p odamni qalbini puli mashg'ul qilib qo'yadi odatda Allohning zikridan ko'ra. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila robbika ruj'a. Alloh taolo aytadi, dar haqiqat kofir inson o'zini boy behojat ko'rgach, albatta tug'yonga tushar, haddidan oshar. Allohni tanimagan odam puli ko'payganda bilamiz nima bo'lishini. Bu Allohni tanigan odam bo'lganida sinoqligini bilar edi. O'zini yo'qotib qo'yadi. Birdaniga boyib ketgan odam. Ko'rmaganni? Ey inson, albatta yolg'iz Parvardigoringga qaytishing bordir. Ya'ni ana shu kunda Alloh taolo buni haddidan oshganligini hisobini chiqarib beradi. Ey Ibn Avf, albatta siz boy badavlat kishilardansiz. Agar mol va mulkingizni infoq qilsangiz, Alloh qadamlaringizni yechib qo'yadi, jannatga yugurib kirasiz. Asarlarda keltiriladi. Xuz minad dunya ma shi'ta. Dunyodan xohlaganingcha ol. Dunyoning matohidan. Va xuz bi qadariha hamma. O'shunchalik g'amni ham yelkangga ol. Man akhadha minad dunya fawqa ma yakfihi. Kim o'ziga kifoya qiladiganidan ko'ra ko'proq olsa dunyodan, akhadha min hatfihi wa huwa la yashur. O'zini o'limidan, halokatidan opdi, lekin buni sezmaydi. Abdurrahmon ibn Avf uchun mol-u davlat nima edi? Abdurrahmon ibn Avf uchun maqsad emas edi. Mol-u dunyo, boylik asosiy maqsad emas edi, balki asosiy maqsadiga yetkazadigan sabab edi. Mononcha pul to'plasam deydi. Maqsad pul to'plash. Ibn Avfda maqsadi pul to'plash bo'lmagan. Maqsadi jannatga borish bo'lgan, pul unga olib boradigan sabab bo'lgan. Abdurrahmon ibn Avf badavlat mo'min kishi. U molning ustidan xo'jayin. Moli unga xo'jayin emas. U pulini Allohning yo'lida, jannat yo'lida infoq qiladi. Moli davlati jannatga olib boradigan vosita. Abdurrahmon ibn Avf islomga mana aytdik 8-chi bo'lib kirgan kishi edi. Abu Bakr, Usmon, Zubayr, Talha, Sa'd roziyallohu anhuga islom arz qilinganida ikkilanmay qabul qilishdi. Siddiq bilan birga borib payg'ambarimizga bay'at berishdi, birinchilardan islom bayrog'ini ko'tarishdi. Siz bilan bizning zamonimizdagi boylardan ikkitasini qissasi. Bir kishi aytib beradi, Ramazon oyida katta bir supermarketda xo'jayinini xonasiga kirdik. Juda ham katta supermarket, shuni mulki, ichidagi tovari hamma aborotda shu odamniki. Unga kirib, Ramazon oyida turibmiz birodar, xayr ihson oyi, boshqa oylardan ko'ra savobi ko'proq bo'ladi. Yetim yesirlar bor, miskinlar bor, kambag'allar, infoq qiling dedik. Haligi odam xo'p dedi-da, cho'ntagini kavlab turib, 2 kishini obedli pulini chiqarib berdi. Oxiratning qadri sen uchun shunchalikmi? O'ziga beryapti. Qancha beryapti? 300 so'm pul beryapti-da. Qarang Ibn Avfda o'lib ketdi u kishi. U kishi yoshigan bolalar ham o'tib ketdi.
nimani olib ketdi o'zi bilan? Qilgan infoq ihson. Aytdik-ku, inson ikkita savobning o'rtasida o'ladi. Bitta savob qoldirib ketgan savobi, bitta savob o'zidan burun o'tkazib qo'ygan savobi. Endi shunday odamlar bor, qo'lida dunyosi haddan ziyod ko'p. Qoldirmayapti ham. O'zi bilan ham olib ketmayapti. Qoldirmayapti degani dunyoda sarflab qo'ymayapti musulmonlar yo'lida. Duo qiladigan. Turibdi seyfda, sondoda turibdi, bochkada yoki filagada. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Biz bu narsani ana shu qo'lida davlati bor akalarni oxiratga o'tkazib qolinglar deb rag'batlantirish uchun aytyapmiz. Biz hasad qilmayapmiz, yomon ko'rmayapmiz. Qiyomatda hisobi og'ir bo'ladi. O'zingizlarga o'tkazinglar. Shoyat shu kunlarda shu qilib qolsa, qiynlangan bir qarindosh uylana olmayotdi. Erga tega olmayotdi. Muruvvat qilib qo'yingda borib turib. Abdurahmon ibn Avfgachi payg'ambarimiz duo qilganlar. Alloh baraka bersin. Olib kelganiga ham, qolganiga ham. Shunaqa baraka ko'tarildi. Xayolimda deydi, toshni ko'tarsam tilla topardim, kesiyada jildirsam kumush topardim. Shu darajada Alloh taolo baraka berdi deydi. Alloh taoloning yo'lida sarf qilganligi uchun shunday duo berilibdi u kishiga. Ehtimol bitta zaif odamning duosi ijobat bo'lib qolib, mol-u mulkingizga Alloh taolo baraka berib yuborar. Qarzlaringizdan qutulib ketasiz, hech chiqa olmayapsiz qarzdan. Yana bitta savdogarning oldiga borishdi bular. Ana shu Ramazon oyida. Borib turib, yetim yesirlar bor, Ramazon oyida turibmiz, miskin bechoralar bor, bir xayr ehson qiling dedi. Uni ham shunaqa supermarketi bor. Bu nima dedi? Boringlar, nechta kassa bo'lsa hammasini aylaninglar dedi. Naqd pulini hammasidan olinglar, menga qanchaligini ham aytmanglar dedi. Chunki oxiratga o'tkazib qo'yapti. Alloh biladi nechta pulligini. Endi qarang, mana shu odam uzoq umr ko'rdi. Qaraganida qoniga bir kasal tegdi-da, og'ir kasalga chalindi, analiz qilgani qonini olib ketishdi. Endi ana shu shifoxonadan telefon qilyapti buni uyiga. Uydagi farzandlardan bittasi trubkani ko'tardi. Ota narigi xonadagi trubkani ko'tardi. Naridagi tashxisni natijasi shunday bo'ldiki, qiyin ekan, tuzalmaydigan kasal ekan. 1 oy, 2 oyga borib uziladi deyapti. Endi boyaga xayri saxovatli boy eshitdi buni, trubkani qo'ydi. Buni beg'ada qilgan ehsoni endi boshqa statiya. Tushunarlimi? O'lishiga 1 oy, 2 oy qolganligini eshitib turib qilgan ehsoni boshqa narsa. Ayyu sadaqatin a'zamu ajran dedi Rasulullohdan. Qaysi sadaqa eng ajri ulug' bo'ladi deganida, anta tasaddaqu anta sahihun va shahihun taqshal faqr va ta'malul ghina. Eng ulug' sadaqa sen sog' bo'lib turganingda, baxil bo'lib turgan paytingda, kambag'al bo'lishdan qo'rqib, boy bo'lishdan umidvor bo'lib turgan paytingda qilgan sadaqang. Undan keyin pulimi palonchiga dema, endi o'shladiki aylanib ketdi puling deydi. Mana endi bu odam sog'ligida, hali bu o'lishini eshitmasdan turib qilgan hamma xayr ehsonlarni bir eslaydi-da, qalbi xotirjam. O'tkazib qo'ydi oxiratga. Birodarlar, xalq g'arg'aramaya kelganda joning deydi payg'ambarimiz. Pulimi po'kinchasi palonchiga demagin, endi pul o'shalarniki deydi. Chunki kerak emas-da sizga. Bunday kishi o'zini o'limini xabarini eshitgan paytda xotirjam nafs bilan kutib oladi, jazoga tushmaydi. Albatta bu kishini xursand qiladigan ulug' amallardan. Alloh taolo aytadi: "Abdi a'taytuka malan, famada sana'ta fihi." Ey bandam deydi qiyomatda Alloh taolo bir bandasiga. Men senga mol va davlat berdim. Boyga aytadi. Sen unda nima ish qilding? Banda aytadi: "Ey Robbim, bolalarim mendan keyin kambag'al bo'lib qolmasin deb hech narsani sadaqa qilmadim, bolalarimga qo'yib keldim" dedi. Alloh taolo aytdi: "Axir men Razzoq va buyuk quvvat egasi ekanligimni bilmasmiding? Sen qo'rqqan narsangni sendan keyin bolalarning ustiga tushirdim" dedi. Kambag'al bo'lib qolishdan qo'rqib infoq qilmadingmi? Bolalaringni kambag'al qilib qo'ydim men. Chunki meni qo'limda edi bu narsa deyapti Alloh taolo. Alloh taolo bir bandaga aytadi: "Ey bandam, senga mol berdim, davlat berdim, boylik berdim. Nima qilding unda sen?" Qarang, boy ham kambag'al ham bir xil namoz o'qisa, boy ham kambag'al ham bir xil roza tutsa, boy ham kambag'al ham bir xil nafl namoz o'qisa, nima farqi bor boyda kambag'alda? Ana shu Alloh bergan oshchi davlatni infoq qilishligi bilan farqi bor-da. To'g'rimi? Axir turmush sharoitingiz qo'shningizdan ko'ra har tomonlama baland-ku. Endi infoqingiz ham shunga yarasha bo'lish kerak edi. Transformatorga pul yiqqanda 100 so'mdan emas 1000 so'm bering dedisiz. Chunki sizga Alloh ko'proq bergan edi. Bularga ozroq bergan edi. U banda aytadi: "Seni
eng yaxshi saqlovchi ekaningga bo'lgan ishonchim tufayli har bitta miskin bechoraga molimdan infoq qildim va sen rahimlilarning rahimlirog'isan. Alloh taolo aytadi, sendan keyin bolalaringni saqlovchi menman. Abdurahmon ibn Avf roziyallohu anhu asharai mubashshara bo'lgan 10 kishining bittasi. Mana shu 10 kishigina jannatga kiradi, aniq. Chunki payg'ambarimiz ularni nom-nom atganlar. Ammo boshqalarni jannatga kirishi umid qilinadi. Ahli shoro bo'lgan 6 kishining biri tijoratda mohir inson edi. U kishi o'zi haqida aytar ediki, hayolimda yerdan toshni ko'tarsam taydan tilla, kesagini jildirsam taydan kumush topadigandek his qilardim o'zimni. Hozir juda bir muhim narsani aytaman, diqqat qilib turinglar, savdogarlar. Haligi hayotda muvaffaqiyatga erishgan, hayotda bir o'zini o'rnini topgan odamdan intervyu oladi. Siz deydi, shunday martabaga qanday erishdingiz deydi. Desa turadi, bilasizmi deydi. Ehtimol junub, ehtimol tahoratni bilmaydi, lekin hayotda qaysidir sohada muvaffaqiyatga erishdi. Chempion bo'ldi, yo bir she'riyatda bir bir narsa bo'ldi-da endi. Musulmonlarning ichidagi eng mohir savdogarlardan bo'lgan Abdurahmon ibn Avfdan so'rashdi. Buncha boylikka qanday qilib erishdingiz? Rasulullohning duosi bor edi u kishining ustida. Mana shu narsa esimizdan chiqmasin. Birinchi shu. Endi qarang, o'ziga tegishli bo'lgan joyida. U kishidan so'rashdi. Qanday qilib mana shuncha boylikka ega bo'ldingiz? Ibn Avf javob berdi. Vallohi mastaqlaltu ribhan va la bi'tu daynan. Tijaratu dayni laysa bi tijara, bal hiya zullun va tasawwulun va faqrun va hammun. Vallohi hech qachon topgan foydamni oz sanamaganman. Qo'lingizdan keladi savdogarlar. Topgan pulimni hech qachon oz sanagan emasman. Vala bi'tu daynan. Nasiyaga oldi sotdi qilmaganman. Chunki tijoratu dayn, nasiya tijorati tijorat emas. Bas u xorlik, faqirlik va g'amdir. Nasiya qilmaydigan odam bormi savdogarlar ichida? Yo'q, nasiya savdo mumkin. Nasiya halol, mumkin. Ammo bu kishi o'ziga nasiyani lozim tutmagan ekanlar. Nasiya savdosini qilmagan ekan bu kishi. Chunki nasiya savdosi tijorat emas, u xorlik, faqirlik, g'amdir. Mana hozir savdogarlardan boshqa mamlakatlarga mol chiqarib olib, jirillab yurgani o'shuncha. Aytinglar, o'shini nasiya qilib bermasdan uyingizda turgani yaxshi bo'larmidi hozir? Endi bo'lmay qolgandan keyin aytyapsizlar-ku, kelmay qolgandan keyin. Zakotga bersa bo'lardi o'shini, yoki bo'lmasa yarim narxiga sotsa bo'ladi. Endi bu bo'lmagandan keyin aytyapmiz-da. Bu yerda to'g'ri tushuninglar. Bu masjidda turib nasiya savdosi mumkin emas deyildi degan xulosaga bormanglar. Nasiya savdosi mumkin. Qayerga borasizlar nasiya qilmay hozir? Lekin bu kishi nasiya qilmagan ekan. Nasiyaga olmagan ekan, nasiyaga sotmagan ekan. Endi kim uddasini o'ta olsa bu. Ammo birinchisini uddasini o'tamiz, ha? Topgan foydamni nima demadim? Oz sanamadim. Abdurahmon ibn Avf roziyallohu anhu yo masjidda, yo Rasululloh bilan birga g'azotlarda yoki tijoratda bo'lar edi. Mana shu 3 o'rinda, ya'ni bekarchi emas edi u kishi. U kishi aytar edi, nima qilay? Axir ertalab 100 ni infoq qilsam, kechki payt Alloh taolo 1000 ni bersa, nima qilay? Infoq qilaman dedi. Ya'ni ertaman 100 bersa, kech payt 1000 olsa zo'rda, to'g'rimi? Endi nimaga Alloh berdi desa, bu odam o'sha narsani olmasdan turib ham bergan. Abdurahmon ibn Avfning iffati. Madina-i Munavvaraga Makkada musulmonlar hijrat qilishdi. Makkada 13 yillik da'vatdan keyin Qurayshdan noumid bo'linganidan keyin Alloh taolo buyurdi, Rasululloh va sahobalar Madinaga hijrat qilib kelishdi. Hamma yo'qni tashab kelishdi. Uylarini, mollarini, joylarini, hamma narsani tashab Madina-i Munavvaraga nol bo'lib borishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Madinalik ansorlar va makkalik muhojirlarni bir-biriga birodar tushuntirdilar. Ya'ni tarixda bu narsa bo'lgan emas edi. Va haqiqatan insoniyat tarixida oltin harflar bilan yozilish kerak bo'lgan narsalar edi bu. Abdurahmon ibn Avfni Rasululloh Sa'd ibn Robi al-Ansori bilan birodar tutundirdilar.
Endi Ibn Avf Sa'd ibn Robiyaga xuddi o'zini tug'ishgan ukasidek yoki akasidek. Sa'd ibn Robiya dedi: "Ey Ibn Avf, siz meni birodarim bo'ldingiz. Men Madinadagi eng badavlat kishilardanman. Molimni yarmini oling." Yana bir oyatda ikkita bog'im bor. Bittasini oling, ikkita xotinim bor. Ko'ring, qaysinisi yo'qsa, shunisini talaq qilib beraman, iddasi chiqqanda uylaning dedi. Qiyomatli aka ko'rganmiz deb qo'yadi. Bering mashinaga. Jizim bermaydi. Ikkita telefoni bor. Bermaydi. Lekin ular Alloh va Rasulining muhabbatini moli dunyosidan ustun qo'ygan. Alloh taolaning nusrati nima uchun bularga kelgan? Mana ko'ryapsiz nima uchun kelgan. Qarang, Abdurrahmon ibn Avf nima dedi? Molingizga, ahlingizga Alloh baraka bersin, menga bozorni ko'rsatib qo'ying. Sahoba-i kiromlar, ansorlar. Qarang, o'zlarini emas, muhojirlarning foydasini oldinga qo'yishdi. Endi muhojirlar bunday bir saxovatni qanday qarshi olishdi? Ansorlardan misli ko'rilmagan xayr saxovat zohir bo'ldi, muhojirlardan esa tengsiz iffat namoyon bo'ldi. Beryapti o'zi, so'ramayapti bu. Ta'ma qilmayapti, shunday beryapti, lekin olmayapti. Rizq, birodarlar, Allohdan. Ta'magir bo'lsangiz ham o'zingiz rizq yeysiz. Ta'magir bo'lmasangiz ham Alloh yozgan rizq yeysiz. Faqat ta'ma yo'li bilan olasiz. Birodarlar, tarixda bironta muhojir Ansoriyning molini olganligi haqida xabar yo'q. Nafaqat Abdurrahmon ibn Avf, bironta muhojir Ansorning moliga qo'lini cho'zmagan edi. Shuning uchun qo'li kalta inson bandadan kutmasin. Aytsinki, ey Robbim, o'zingni fazling bilan meni rizqlantirgin. O'zingdan boshqaga meni muhtoj qilmagin. Meni hojatimni o'zingdan boshqaga qo'ymagin. Sa'd ibn Robiya ibn Avfga bozorni ko'rsatib qo'ydi. Abdurrahmon ibn Avf tijoratchisi edi. Bozorni yurgizib yubordi. Madinadagi bozorni boshqaradiganlar yahudlar edi. Ularning bozori riboning ustiga qurilgan edi. Madinaga borgan kunidan boshlab birinchi qilgan ishi bizni o'zimiz alohida bozorimiz bo'lishi kerak degani bo'lgan. Fa'adanu bi harbi min Alloh va rasuli. Riboga qo'l urganlar Alloh va rasuliga qarshi qurol ko'targan bo'ladi. Bir qishloq hammasi kredit olgan. Kerak emas edi kredit. Ona opti, uy sotdi. Mana opti, to'y qildi, men ham oldi. Kerak emas edi o'zi u kreditni. Olib oldi, yopolmayapti. Qishloqda falonchi dedi, kredit yopdi dedi. Yugurib borishadi. Qanaqa qilib yopding desa, yana bitta kredit olib yopib qo'ydim dedi. O'sha uyini sotib ko'chada qolgandan keyin aytadi, menga kerakmidi shu kredit deydi. Kishi o'zini hayotiga rozi bo'lsa, hayoti zo'r bo'laveradi. Musibat nimada? Rozi bo'lmaydi-da. Kattaroq mashina menay deydi. Yana ham chiroyliroq uy solay deydi. Yana ham kattaroq restoranda to'y qilaydi. O'zi o'tyapti kuni. Qarang-da. Uyi bor edi. Tomiq ishi bo'lsa ham, addelkasi xunigi bo'lsa ham otasidan qolgan uyda yashayatdi tinch. Mana endi katta aytiraman dedi. Ko'ring ko'chada qolganini. Abdurrahmon ibn Avf tijorat bilan shug'ullandi. Ozgina vaqtdan keyin qo'lida pul to'plandi, uylandi. Abdurrahmon ibn Avf roziyallohu anhu payg'ambarimiz oldiga o'tib qolganlarida Rasulullohga Abdurrahmondan bir atirni isi keldi. Ya'ni kuyov bolalar sepadigan atir ekanda endi. Ey ibn Avf, uylandingizmi? Ha, uylandim. Avlim valau bishati. Bitta qo'y so'yib bo'lsa ham valima qilib bering dedi. Xotinga mahrga nima berdingiz deb so'raganida Rasululloh ibn Avf danakcha keladigan oltin dedilar. Rasulullohni to'yiga aytmadi Abdurrahmon ibn Avf. Meni aytmabdi to'yga deydi. Domlasi bo'lib turib meni aytmabdi deydi. Endi domlasi desa yoki ustasi bo'lib turib meni aytmabdi deydi. Hech narsa bo'lmas ekan. Xullas payg'ambarimiz Abdurrahmon ibn Avf to'yga aytmagan ekan, Rasululloh o'pkalamagan ekanlar, qo'y so'yib e'lon qilib qo'ying, valima qilib qo'ying deyaptilar. Demak, to'yning minimallisi shu. Jonliq so'yiladi shukronasiga, mehmon chaqiriladi, uylanganligi e'lon qilib qo'yiladi. U holda qo'y so'yib to'y qiling dedilar Rasululloh. Ortidan Alloh molingizga baraka ato etsin deb duo qildilar. Ibn Avf aytadi, shu duodan so'ng mol dunyo ortimdan ergashib yuradigan bo'ldi. Har bir toshni tagini ko'tarsam albatta yo oltin, yo kumush topar edim. Bandani bergani hech qachon Allohni bergani kabi bo'lmaydi.
Shuning uchun birodarlar, bandaga ehtiyojing bo'lsin, bandani quliga aylanasan. Undan behojat bo'l, shu bandani tengiga aylanasan. Agar shu bandaga ihson qilsang, uning xo'jayini, amiriga aylanasan. Shunda ham rizqingni yeysan, uchala holatda ham. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam duo qilgan ekanlar, Allohumma man ahabbani faj'al rizqahu kafafan. Parvardigor kim meni yaxshi ko'rsa, uning rizqini kifoyali qilgin. Meni yaxshi ko'rgan ummatimni rizqini kifoyali qilgin degan ekanlar. Kifoyalik nima? Bir narsaga muhtoj bo'lmasdan yashashlik. Hayotidan qanoatli bo'lib yashashlik. Boy qilib qo'ygin demayapti. Chunki dunyo qancha katta bo'lsa, tashvishi ham shunga yarasha bo'ladi. Shuning uchun musulmon odamni hayotini eng mustavosini, komili kifoyalik. Endi haddan oshib boradigan boylik emas, tushkunlikka tushirib yuboradigan nima emas, faqirlik emas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam vafot etganlaridan keyin u zotning zavjai mutahharalarning xizmatida turdi Abdurrahmon ibn Avf roziyallohu anhu. Bu ummahatul mu'mininlarni barcha hojatlarini sidqidildan bajarar edi. Safarga borsa, billa borardi, sarfarjatini qilardi. Hajga chiqsa, onalarimiz ummahatul mu'mininlar kuzatib chiqaradi. Ularga havdajlarni qurib berar edi. Ularni doim xizmatida o'zi qoyim bo'lar edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning onalari Omina binti Vahb qabilasiga Abdurrahmon ibn Avf ana shu qabiladagi faqir musulmonlarga, Makka dan Madinaga ko'chib o'tganlarga, Payg'ambar alayhisalom ayollariga mollarni tez-tez taqsim qilib turar edi. Katta miqdordagi mablag' Oysha onamizga ham kelganida, Oysha onamiz so'radilar, qayerdan keldi bu pul? Abdurrahmon ibn Avfdan. Payg'ambarimizning bir so'zini eslatdilar Oysha onamiz. Allohning rasuli aytgandilar: "Mendan keyin sizlarga, ummahatul mu'mininlarga faqatgina sabr bardoshli kishilargina mehribonchilik qilishadi." Abdurrahmon ibn Avf mana shunday maqtalgan kishilardan edi. Ibn Avf shuncha bir katta moli davlat egasi bo'lishiga qaramasdan, nihoyatda saxiy edi. Moli dunyosini ayab, ziqnali qilmas edi. So'rashga uyalayotgan kishilarni bilib qolsa muhtojligini, so'ramasdan, u so'ramasidan avval pinhona olib borib yordam beradi. Qarang, u kishi ajali yaqin bo'lganini sezganida juda ko'p qullarni ozod etdi. Boyligini katta qismini islom ravnaqi yo'lida sarf qildi. Qonuniy merosxo'rlarga taqsim qilingan, qoldirilgan boyligini sanog'i yo'q edi, birodarlar. Ammo puli shuncha ko'p bo'lishiga qaramasdan, moli dunyo tuzog'iga ilinmadi u kishi. U kishi o'zini qullarini orasida yurganida, xizmatchilarning orasida yurganda, tanimagan odam kelib, qaysinisi sayyidi, qaysinisi quli ajrata olmas edi. Mana endi Abdurrahmon ibn Avfni qilgan infoqlaridan iborat bir karvonni eshitamiz. So'mga chaqib qo'ydim hisoblab. Bizni tasavvurimiz oson yetishligi uchun. O'zini Abdurrahmon ibn Avf bir yerini 40 ming dinorga sotdi. 3dan birini o'zining urug'i Banu Zuhraga tarqatdi. 3dan birini ummahatul mu'mininlarga berdi. Yana 3dan birini musulmonlarning faqirlariga. 40 ming dinor 2000 ta nisob degani. Bitta nisob 105 ming so'm degani. Endi 2000 ta nisobni hisoblaydigan bo'lsak, 210 million so'm pul bo'ladi. 3 ga bo'ldi, har qismi 70 million so'mdan pul edi. Aytishga oson. Payg'ambarimiz ayollariga 70 million, Makkadagi, Madinadagi kambag'allarga 70 million, Banu Zuhraga 70 million. Biz islomni shunaqa deb tushunamiz. Qilingan infoqni 10 qo'ling berganini chop qo'lib bilmaslik kerak. Qarang, Ibn Avf 210 million tarqatib yuboryapti bir tarqatganda. Ey, badavlat akalar, o'zingizlardan so'ranglar. Topgan pulimni bir 10% ni o'tkazdimmi? Zakotdan tashqari, zakotni majbur berasizlar Allohdan qo'rqib. Bir 10dan birini o'tkazib qo'ydimmi deb so'ranglar o'zingizlardan. Qiyomatga borganda Alloh taoloning oldida hisob-kitob og'ir bo'ladi. Kambag'allarda Alloh kambag'allik bilan sinabdi, sizni davlat bilan sinabdi. U ham sinov, bu ham sinov. Bu kambag'al chiroyli o'tayotganda rozi bo'lib. Ammo sizchi? Xudoga shukr, Allohga shukr deb turib, tilingiz bilan aytsa shukr ado bo'lmaydi pulingizni. Shukr sizga berilgan ne'matni o'zidan sarf qilinganda bo'ladi. Pul berdimi, pulingizni sarflang, shunda kambag'al ham Xudoga shukr deb qutulaversa, boy ham Xudoga shukr deb qutulaversa, bu boydanmi farqi bor kambag'aldan?
ahli davlat akalar, bu kishilarning hayotidan ibrat olaylik. Qani u kishi hozir? Yo'q. Musulmon kishi ikkita savobning o'rtasida o'ladi. O'zidan keyin qoldirib ketayotgan savob bor, o'ziga qiyomatga, oxiratga jo'natib qo'ygan musulmon ikkita savobning o'rtasida o'ladi. Bormi orqangizda, oldingizda siz pulingiz bilan qilib qo'yib ketayotgan savob? U kishining qilgan infoqlarida yana bir namuna. Musulmonlarga kunlarning birida 500 ta otni infoq qildi. 500 ta sari otni. Shu darsda tarjimasida xuddi shunday deb beribdi. Hozirgi kunimizdagi 500 ta Mercedes bilan barobar ekan. Sredniy 4000 oling Mercedesni. Sredniy. Endi yaxshisi bo'ladigan bo'lsa 10 mingni hisoblang. $500 million bo'lyaptimi? Qani odamlar bo'lgan ekan bular? Qani odamlar bo'lgan ekan? Eski balonni chiqarib olib qo'yadi. To'ra balonni almashtirdi, boy akamiz eskisini topib bermaydi, mol qo'yib yubordi, olib qo'yadi. Ana shu qilgan infoqlardan bittasida 1,5 mingta tuyani Alloh yo'lida infoq qildi. Bir kuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qo'shinini safarga jo'natmoqchi bo'lib, sahobalarga shu musulmon qo'shinini qurollantirishga infoq qilishligini so'radilar. Shunda birinchilardan bo'lib Abdurrahmon ibn Avf qo'shildi. Uyiga ketdi-da, tezda qaytib kelib, "Ya Rasululloh" dedi, "Mana mendan" dedi. Umar ibn Xattob kelib, "Ya Rasululloh" dedi. "Abdurrahmonning qilgan ishi noto'g'ri deb o'ylayman." Nimaga? Uyiga hech narsa qoldirmayapti keldi pulini. Payg'ambarimiz Abdurrahmondan so'radi, "Biror narsa qoldirdingizmi?" dedi. "Ha" dedi. "Olib kelganimdan yaxshiroqni qoldirdim" dedi. "Nimani qoldirdingiz? Qancha qoldirdingiz?" dedi. "Alloh va Rasulining roziligini qoldirdim uyimdagilarga" dedi. Ular qo'lidagi pulidan ko'ra Alloh taoloning qo'llashi ko'proq ishongan odamlar edi. O'limidan oldin 50 ming dinorni Alloh yo'lida berdi. Ahli Badrdan qolganlarning har biriga 400 dinordan berishni vasiyat qildi, 20 tadan nisob. Boy badavlat bo'lishiga qaramasdan, unga ham ana shu dinordan tekkan paytda, boy olmasa bo'laveradi, ammo vasiyat berilsin Badrda qatnashganlarga. Usmon ibn Affon u pulni oldida aytdiki, albatta Abdurrahmonning moli toza pokizadir. Undan har bir luqmasi ham ofiyat va barakadir dedi. Musulmonning halol topgan puli shifo bo'ladi ikkinchi musulmonga birodarlar. Baraka bo'ladi. U kishini qilgan infoq ihsonining ko'pligidan Madina ahli Abdurrahmon ibn Avfni oilasi deb qo'yishar edi. Boshqacha qilib aytganda, Madina ahli Abdurrahmon ibn Avfning moliga sherik deb qo'yishar edi. 3dan birini qarzga berardi pulini, 3dan birini odamlarning qarzlarini uzar edi, 3dan birini qarindosh miskinlarga ato qilar edi. Tabuk g'azotida Abdurrahmon ibn Avfga Alloh taolo shunday bir sharafni berdi, bironta sahobaga bunday sharaf nasib qilmagan. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga imom bo'lib namoz o'qidi. Ana shu Tabuk safarlarining birida bomdod namozini o'qiydigan paytda sahobalar Rasulullohni kutib turishdi, Rasulullohni daragi bo'lolmadi. Namoz vaqti o'tib ketyapti, Rasululloh yo'q. Shunda nima qilamiz? Rasulullohni kutamizmi yoki o'qiramizmi? O'qiradigan bo'lishdi. Imomlikka Abdurrahmon ibn Avf roziyallohu anhu o'tkazishdi. Birinchi rakatni tugatib, ikkinchi rakatga turganlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kelib qo'shildilar. Va Abdurrahmon ibn Avfga sarvari koinot sallallohu alayhi vasallamga imom bo'lishlik baxti nasib qildi. Salom berib turib sahobalar qarashganida Rasululloh namozda ikkinchi rakatni tugatayotgandilar. Va juda ham bir noqulay ahvolga tushdi. Endi nima bo'ldi? Rasulullohga imomlik qilib qo'yibmiz deganida payg'ambarimiz to'g'ri qildinglar, to'g'ri qildinglar. Payg'ambarlarni kutgandan ko'ra namozni vaqti o'qishlik afzal degandilar. Va bu qiyomatning alomatlaridan bittasi edi. Sizlarning ichingizdan bittanglar payg'ambariga imom bo'lmagunicha qiyomat qoyim bo'lmaydi degandilar. Qiyomatning kichkina alomatlaridan edi. Abdurrahmon ibn Avfni nima yig'latar edi? Kunlarning birida Abdurrahmon ibn Avf roza tutdi, iftorlikka ovqat olib kelindi. Juda ham bir tansiq taomlardan edi. Ovqatga ko'zi tushib yig'ladi. Nima yig'layapsiz? U kishi javob berdi. Uhud kunida Mus'ab ibn Umayr shahid bo'lgan edi. U mendan ko'ra yaxshiroq edi. Kafanlagan mato topmaganmiz. Ana shu burdasi, ya'ni kiyimini o'ziga kafanlab, boshini yopsak, oyoq ochilib qolar edi. Oyog'ini yopsak, boshi ochilib qolar edi. Shu kuni Hamza shahid bo'ldi. U mendan ko'ra yaxshiroq inson edi. Unga ham kafanlik topolmasdan burdasiga o'rab ko'ndik. So'ngra bizga dunyo ochildi.
undan bizga berilganicha berildi. Qilgan amallarimizning mukofoti shu dunyoni o'zida berib qo'yilmadimikin deb qayg'uga botar edi, g'amga kirar edi, yig'lar edi. O'tib ketganlardan ko'ra o'zini martabasini pastroq sanab, dunyoni kelganligini mukofot bo'lib qolmayaptimikin deb g'am bilan, xavotir bilan o'tkazgan kishi. Shuning uchun musulmon odamni qulayliklari hayotidagi maishati, huzur, halovat ko'payib ketsa, ozgina xavotirga kirishligi kerak. Ammo kifoyali hayotida o'tyaptimi-kuni? Demak, yaxshilik ekan. Abdurahmon ibn Avf kunlarning birida u kishining uyida sahobalar to'planishdi. Ularga oldiga ovqat qo'yilmasdan avval Abdurahmon ibn Avf yana yig'lab yubordi. Nima yig'laysiz deganida Abul Qosim, Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning oilasi arpa noniga qorni to'ymasdan Rasululloh vafot etib ketdi. Bu mavqiflardan birodarlar qanday xulosa olamiz? U kishi aytar edi: dunyoyimni ko'pligidan qiyomat kunida sahobalardan, ashoblarimdan ajralib, uzilib qolishdan qo'rqaman dedi. Chunki dunyo sozlar hisob-kitobni shar-shar qilib jannatga kirib ketib qolsa, hisob-kitobning og'irligidan o'rtamiz ajralib qolishdan qo'rqaman dedi. Qarang, shuncha infoq insonni qilib turib, islomga birinchilardan kirgan bo'lib turib, jannatiyligini xabarni eshitgan bo'lib turib, mana shunday bir xavotir bilan yashar edi. Endi bizga Alloh rahmi kelsin, birodarlar. Endi bizni davrimizdagi davlati sig'mayotgan akalarimiz nima bilan ovora ular? Ularda mana shunday g'am tashvish bormi? Ha, albatta ular bildirmasdan qiladi. Biz shunday deb gumon qilamiz. Bildirib qilayotganidan bildirmay qilayotgani ko'p. Lekin bilsinki, o'tkazayotgani o'tkazmasdan jamg'arib qo'yganidan oz. Alloh taoloning sinovidan chiroyli o'tishlikda hammamiz Alloh taolo nasib etgan bo'lsin. Abdurahmon ibn Avf hijriy 31 yoki 32-yilda Madinada vafot etdi. Bu paytga kelib u kishining yoshi 75 ga yetgan edi. U kishining janozasini Zinnurayn Usmon ibn Affon roziyallohu anhu o'qidilar. Sa'd ibn Abi Waqqos boshliq musulmonlar u kishini so'nggi manziliga kuzatib qo'yishdi. Bu ulug' sahoba Madina Munavvaradagi Baqiy qabristoniga dafn qilindi. Hazrat Ali aytadi: "Sen bu ummatning ulug'laridan eding. Alloh rahmatiga olsin. Alloh rozi bo'lsin." Mana birodarlar, Abdurahmon ibn Avf roziyallohu anhu hayotini Alloh qodir qilgancha o'qib o'rgandik. Xulosa, har safar aytganimizdek, siz bilan bizni jamiyatda tutgan mavqeyimiz qanday bo'lishidan qat'iy nazar, boymizmi, kambag'almizmi, yoshmizmi, qarimizmi, kuchlimizmi, kuchsizmi, albatta sahobalardan qaysinisidir siz bilan bizga ibrat bo'lishga yaraydi. Ashabikan nujum bi ayyihi biqtadaytum ihtadaytum. Meni sahobalarim go'yo osmondagi yulduzga o'xshashadi. Qaysisini etagini ushlasanglar, albatta to'g'ri yo'lga yurasizlar. Alloh subhanahu va taolo garchi amallarimiz ularga yetmasa ham, garchi nuqsonlarimiz, xatolarimiz ko'p bo'lsa ham, ularga bo'lgan muhabbatimiz tufayli Rasulullohning suhbatida ular bilan birga o'tirishni hammamizga nasib etgan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va